Hurmatli tomoshabinlar, bugun juda muhim, hatto shoshilinch xabarni siz bilan bo'lishmoqchiman. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda va xalq orasida unmaydan boshlab pensiyalarning ommaviy to'xtatilishiga oid xavotirli mish-mishlar va ma'lumotlar tarqalmoqda. Bu mavzu sizga, sizning ota-onangizga, buvingiz va bobongizga bevosita taalluqli. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz yoki oila a'zolaringiz oluvchi bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni ko'proq odam ko'rishi kerak. U juda ham muhim. Keling, avvalo vaziyatni tushunib olaylik. Pensiya ta'minoti har bir fuqaroning hayotida, ayniqsa keksalik davrida fundamental ahamiyatga ega bo'lgan masaladir. Odatda pensiya tizimi barqaror va ishonch ishlaydi. Pensiyalar belgilangan tartibda muntazam ravishda to'lab kelinadi. Pensiyaning to'xtatilishi yoki miqdorining o'zgarishi juda kamdan kam hollarda yuz beradi va buning uchun har doim qonuniy asoslar mavjud bo'ladi. Masalan, fuqaroning vafoti, doimiy yashash joyini o'zgartirishi, pensiya turiga ta'sir qiluvchi holatlar o'zgarganda, masalan, nogironlik darajasining o'zgarishi yoki boquvchini yo'qotgan oila a'zosining voyaga yetishi kabi sabablar pensiyaning to'xtatilishiga olib kelishi mumkin edi. Lekin bu har doim individual yondashuv asosida amalga oshirilardi va bunday holatlar keng jamoatchilik orasida ommaviy to'xtatish degan tushunchani uyg'otmasdi. Xo'sh, unda nima o'zgardi va hozirgi vaziyat nima uchun shunday muhokamalarga sabab bo'lmoqda? Gap shundaki, oxirgi vaqtlarda pensiya tizimida shaffoflikni oshirish, byudjet mablag'laridan samarali foydalanish va eng muhimi, noqonuniy pensiya olish holatlarining oldini olish maqsadida bir qator yangi mexanizmlar joriy etilmoqda. Ba'zi eski qoidalar kuchaytirilmoqda, ma'lumotlarni tekshirish jarayonlari avtomatlashtirilmoqda. Ilgari ba'zi ma'lumotlar, masalan, fuqaroning haqiqiy yashash joyi yoki ishga joylashganligi haqidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasiga har doim ham o'z vaqtida va to'liq kelib tushmasdi. Natijada ba'zi bir fuqarolar o'zgargan sharoitlarga qaramay pensiyalarni olishda davom etgan holatlar kuzatilgan. Hozirda esa turli davlat organlari, Adliya vazirligi, Soliq qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi, Davlat xizmatlari agentligi va banklar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi to'liq raqamlashtirilgan va avtomatlashtirilgan tizim orqali amalga oshirilmoqda. Bu tizim pensiya jamg'armasiga fuqaroning shaxsiy ma'lumotlari, uning yashash joyi, ish joyi, oilaviy ahvoli va boshqa muhim omillar haqida real vaqt rejimida aniq ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Mana shu avtomatlashtirilgan tekshiruvlar jarayonida oldin aniqlanmagan yoki ko'zdan chetda qolgan ba'zi nomuvofiqliklar yuzaga chiqishi mumkin. Aynan mana shu nomuvofiqliklar tizim tomonidan avtomatik ravishda aniqlangan holatlar pensiyalarning vaqtinchalik to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Ta'kidlash joizki, bu umumiy pensiya to'lovlarining to'xtatilishini anglatmaydi. Balki aniq bir shaxslarning ma'lumotlarida yuzaga kelgan muammolar sababli yuzaga keladigan vaqtinchalik choralardir. Bu holatlar shuningdek shaxsning identifikatsiyasi bilan bog'liq yangi talablar yoki ma'lumotlarni yangilash zarurati bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni eski tizimda ba'zi teshiklar bo'lgan bo'lsa, hozirgi raqamli tizim ularni yopishga qaratilgan va bu jarayon ba'zi fuqarolar uchun kutilmagan holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu vaziyatda nimalarni bilishimiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas? Kim xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda shaxsiy ma'lumotlarni uzoq vaqt davomida yangilamaganlar. Masalan, pasportingizning amal qilish muddati tugagan bo'lsa-yu, siz uni yangilamagan bo'lsangiz yoki familiyangiz o'zgargan bo'lsa-yu, bu haqida pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz to'xtatilishi mumkin. Yangi tizim pasport ma'lumotlarini Ichki ishlar vazirligining fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari ma'lumotlar bazasi bilan avtomatik tarzda solishtiradi. Agar sizning pasportingiz yaroqsiz bo'lsa yoki undagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarga mos kelmasa, tizim bu holatni nomuvofiqlik deb baholashi mumkin. Ikkinchidan, doimiy yashash joyini propiska o'zgartirgan. Lekin bu haqida pensiya jamg'armasiga xabar bermagan fuqarolar. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi 7000 yoshli Omon aka, u nafaqasini muntazam olib kelgan. Lekin 5 yil oldin u Farg'onaga qizining yoniga ko'chib o'tgan. Lekin pensiya hisobini Toshkentda qoldirgan va propiskasini o'zgartirmagan. Yangi tizim uning amaldagi yashash joyi haqidagi ma'lumotlarni
pasport ma'lumotlari, doimiy ro'yxatdan o'tgan joy va hatto kommunal to'lovlar ma'lumotlari bilan solishtirishi mumkin. Agarda uzoq vaqt davomida bir manzilda yashayotgan odamning rasmiy propiskasi boshqa manzilda bo'lsa, bu ham tizim tomonidan nomuvofiqlik sifatida belgilanadi. Natijada o'linmaydan boshlab uning pensiyasi vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi uning haqiqiy yashash joyini va unga tegishli pensiya bo'limini aniqlashga urinadi. Bu holatda albatta pensiya jamg'armasi fuqaroni o'z ma'lumotlarini yangilashga chaqiradi. Uchinchidan, chet elda yashovchi. Lekin O'zbekiston hududidan pensiya olayotgan fuqarolar, agar siz chet elga doimiy yashash uchun ketgan bo'lsangiz va bu haqida tegishli tartibda xabar bermagan bo'lsangiz, yoki sizga pensiya olish uchun har yili tasdiqlovchi hujjat taqdim etish talab qilinadigan bo'lsa-yu, siz uni taqdim etmagan bo'lsangiz, pensiyangiz to'xtatilishi mumkin. Chunki chet elga doimiy yashash uchun ketgan shaxslarga pensiya to'lash bo'yicha alohida qoidalar mavjud. Masalan, 68 yoshli Nodir aka bir necha yil oldin AQShga o'g'lining yoniga doimiy yashash uchun ketgan. U pensiyasini O'zbekistondagi bank kartasiga olar edi. Yangi tizim davlat xizmatlari agentligi orqali fuqaroning mamlakat hududidan chiqib ketganligi va qaytib kelmaganligi haqidagi ma'lumotlarni oladi va uning doimiy chet elda yashayotganini aniqlaydi. Bunday holatda uning pensiyasi to'xtatilib, tegishli tekshiruvlar o'tkazilishi talab qilinadi. 4-dan ishlaydigan pensionerlar, ayniqsa ba'zi turdagi ijtimoiy pensiya oluvchilar. Ba'zi nogironlik pensiyalari yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari shaxs rasmiy ishga joylashganida yoki ma'lum bir darajada daromad olganda to'xtatilishi mumkin. Faraz qilaylik, 75 yoshli Gulnora opa 3-guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Lekin uning toifasiga ko'ra ishlash mumkin emas. Biroq u yashirincha bir korxonada buxgalter bo'lib ishlagan. Yangi tizim uning soliq to'lovlari va ijtimoiy ajratmalari haqidagi ma'lumotlarni pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar bilan solishtirib, nomuvofiqlikni topadi. Bu ham pensiyaning to'xtatilishiga sabab bo'ladi. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi 20 yoshli talaba kunduzgi bo'limda o'qishini to'xtatib, rasman ishga kirgan bo'lsa, uning pensiya olish huquqi bekor qilinadi. Bunday holatlar ham avtomatik tarzda aniqlanadi edi. 5-dan nogironlik pensiyasi oluvchilar, agar ularning tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TME dan qayta o'tish muddati o'tgan bo'lsa, nogironlik pensiyasi vaqti bilan TME tomonidan tasdiqlanishi kerak. Agar belgilangan muddatda qayta ko'rikdan o'tilmagan bo'lsa, pensiya to'lovi avtomatik ravishda to'xtatilishi mumkin. 6-dan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi oila a'zolarining ahvoli o'zgarganda. Afsuski, 5 yoshli Dilshod aka vafot etgan. Uning oilasi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olardi. Uning 20 yoshli qizi universitetda kunduzgi bo'limda o'qirdi va shu sababli pensiya oluvchilar qatorida edi. Lekin qiz o'qishini tashlab turmushga chiqdi. Qizning turmushga chiqishi bilan uning pensiya olish huquqi tugaydi. Ammo bu ma'lumot pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida taqdim etilmadi. Yangi tizim FHDYoy organlari ma'lumotlari bilan solishtirib, nikoh faktini aniqlaydi. Natijada qizning pensiya qismi to'xtatiladi. Xuddi shunday, agar bola universitet yoki kunduzgi o'quv bo'limida 23 yoshga to'lsa, uning pensiya olish huquqi bekor bo'ladi. Ushbu ma'lumotlar ham avtomatik tekshiruvlar orqali aniqlanadi. Kim xavotirlanishi shart emas. Aksincha, agar sizning barcha hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, doimiy yashash joyingiz bir xil bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringizda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, siz pensiya fondining barcha talablariga rioya qilgan bo'lsangiz, unda siz mutlaqo xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Misol uchun, 65 yoshli Ahmad aka umri davomida bir manzilda yashagan, pasporti yangilangan, hech qayerda qo'shimcha ishlamaydi va har yili pensiya fondiga bor ma'lumotlarni tekshirib turadi. Uning pensiyasini to'xtatish uchun hech qanday asos yo'q. Bunday pensionerlar uchun hech qanday muammo yuzaga kelmaydi. Endi esa qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va ko'zdan panada qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Bu qism sizga yanada chuqurroq tushuncha beradi va kutilmagan holatlarga tayyor bo'lishga yordam beradi. Istisnolar. Ba'zi toifadagi pensionerlar uchun yangi tekshiruvlar biroz boshqacha tartibda o'tkazilishi mumkin. Masalan, juda keksa, to'shakka mixlangan bemorlar yoki urush faxriylari kabi alohida imtiyozlarga ega bo'lgan shaxslar uchun ma'lumotlarni qayta tekshirish jarayoni yanada ehtiyotkorlik bilan va ehtimol uyga borib o'rganish orqali amalga oshirilishi mumkin.
ulardan doimiy ravishda hujjat talab qilish o'rniga pensiya jamg'armasi ularning ahvolini inobatga olgan holda maxsus tartibda ish tutadi. Shuningdek, ko'pgina holatlarda pensiya to'lovlari butunlay to'xtatib qo'yilmaydi, balki vaqtincha to'xtatiladi. Ya'ni muammo bartaraf etilgunga qadar pensiya to'lanmay turadi, ammo sabab aniqlanib, hujjatlar tartibga solingandan so'ng to'lanmagan summalarni olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Ba'zan hujjatlarni taqdim etish uchun ma'lum bir muddat, ya'ni imtiyozli davr ham berilishi mumkin. Tuzoqlar va nozik jihatlar birinchi navbatda rasmiy xabarnomalarni olmaslik holatlari. Agar sizning manzilingiz noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki siz ko'p vaqt davomida boshqa manzilda yashayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi yuborgan rasmiy xatlarni yoki SMS xabarnomalarini olmasligingiz mumkin. Bu esa muammodan o'z vaqtida xabar topishga imkon bermaydi. Shuningdek, rasmiy xatlarni noto'g'ri talqin qilish ham muammolarga olib kelishi mumkin. Ba'zi fuqarolar xatning muhimligini tushunmasdan unga e'tibor bermasliklari mumkin. Ikkinchidan, norasmiy ma'lumotlarga yoki mish-mishlarga ishonish. Turli xil mish-mishlar va noto'g'ri talqinlar odamlarni keraksiz vahimaga solishi yoki aksincha muhim ma'lumotlarga e'tibor bermasliklariga sabab bo'lishi mumkin. Har doim rasmiy manbalarga murojaat qilish juda muhimdir. Uchinchidan, hujjatlarni qayta ishlashdagi kechikishlar. Pensiya jamg'armasi bo'limlarida ish yukining ortishi sababli siz taqdim etgan hujjatlarni ko'rib chiqish va rasmiylashtirish jarayoni cho'zilishi mumkin. Bu esa pensiya to'lovining boshlanishini kechiktirishi mumkin. To'rtinchidan, inson omili. Ba'zida pensiya xodimlari orasida ma'lumotlarni noto'g'ri tushuntirish, xato qilish yoki ish yukining ko'pligi sababli ba'zi detallarni o'tkazib yuborish holatlari uchrab turadi. Shuning uchun sizning o'zingiz ham xushyor bo'lishingiz va barcha ma'lumotlarni bir necha bor tekshirishingiz zarur. Beshinchidan, bank kartalari bilan bog'liq holatlar. Pensiyani bank kartasiga oladigan fuqarolar diqqatiga, agar sizning bank kartangiz uzoq vaqt davomida ishlatilmagan bo'lsa yoki u eskirgan pasport ma'lumotlariga bog'langan bo'lsa, bank ham sizning kartangizni bloklashi mumkin. Bu esa pensiyaning to'lanmasligiga olib keladi. Har doim bank kartangizning holatini va u bilan bog'liq ma'lumotlarning dolzarbligini tekshirib turing. 6-dan, agar pensioner vaqtincha chet elda bo'lsa, masalan, davolanish uchun yoki qarindoshlarini ziyorat qilish uchun borgan bo'lsa-yu, pensiya jamg'armasidan ma'lumot so'rovini olgan bo'lsa, u qanday yo'l tutishi kerak bunday holatlarda? Vakolatli shaxs orqali yoki O'zbekistonning chet eldagi elchixonasi, konsulligi orqali masalani hal qilish mumkin. 7-dan, vakillar roli. Agar pensionerning o'zi pensiya jamg'armasiga bora olmasa, uning ishonchli vakili ishonchnoma asosida barcha harakatlarni amalga oshirishi mumkin. Ishonchnoma notarial tasdiqlangan bo'lishi shart. Bu ayniqsa kasal yoki qariya pensionerlar uchun juda muhim. 8-dan, har xil turdagi pensiyalar uchun o'ziga xos qoidalar. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy pensiya. Har birining o'ziga xos qonuniy asoslari va to'lov shartlari bor. Yangi tizim har bir pensiya turining xususiyatlarini inobatga olgan holda ma'lumotlarni tekshiradi. Shuning uchun siz qaysi turdagi pensiya olayotganingizni va uning qoidalarini aniq bilishingiz lozim. 9-dan, pensiya va nafaqalar o'rtasidagi farq. Pensiya va nafaqa ikki xil tushuncha. Pensiya mehnat staji va hisoblangan maosh asosida berilsa, nafaqa ko'pincha ijtimoiy himoya chorasi sifatida, masalan, kam ta'minlangan oilalarga, bolalarga g'amxo'rlik qilish uchun beriladi. Tekshiruvlar ikkalasiga ham tegishli bo'lishi mumkin, ammo ularning to'xtatilishi yoki qayta tiklanishi uchun turli xil qoidalar qo'llaniladi. Endi esa eng muhim qism, nima qilish kerakligi haqidagi aniq ko'rsatmalar. Vahimaga tushmasdan, vaziyatga oqilona yondashib, quyidagi amaliy qadamlarni bajaring. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Eng avvalo, shaxsiy ma'lumotlaringizni to'liq ko'rib chiqing. Pasportingizning amal qilish muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar muddati tugagan bo'lsa, darhol yangilab oling. Propiskangiz, ya'ni doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilingiz haqiqiy yashash joyingizga mos kelishini tekshiring. Agar joylashuvingiz o'zgargan bo'lsa, uni rasmiylashtiring. Nikoh yoki ajralish to'g'risidagi guvohnomalaringizni, shuningdek, agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalarini va ularning hozirgi holatini, o'qishi, turmushga chiqqanligi va hokazo qayta ko'rib chiqing. Barcha hujjatlar pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarga mos kelishi kerak.
Ikkinchi qadam, hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar sizda biron bir xavotir yoki savol bo'lsa, eng to'g'ri yo'l bu sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishdir. Qanday murojaat qilish kerak? Shaxsan bo'lish eng samarali yo'l. Bu pensiya jamg'armasiga shaxsan borishdir. Borishdan oldin barcha zarur hujjatlarni, pasport, pensiya guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi va boshqalar o'zingiz bilan olishni unutmang. Telefon orqali pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga yoki hududiy bo'limlarning raqamlariga qo'ng'iroq qilib ma'lumot olishga harakat qiling. Ammo ko'pincha telefon orqali to'liq ma'lumot berilmasligi mumkin. Shaxsiy bo'lish afzalroq. Veb-sayt yoki portal orqali pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida myToka.gov. O'z ma'lumotlaringizni tekshirish, savol berish yoki murojaat yuborish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Nima deb so'rash kerak? Pensiya xodimiga mening pensiyam to'xtatilishi mumkinmi? Mening ma'lumotlarim yangilanganmi? Barcha ma'lumotlarim tizimda to'g'rimi? Kabi aniq savollar bering. Shuningdek, ulardan pensiya olishga ta'sir qiluvchi barcha ma'lumotlarning dolzarligini tekshirishni so'rang. 3-qadam. Bank hisobingiz, kartangiz holatini tekshiring. Agar siz pensiyani bank kartasiga olsangiz, bank kartangizning faolligini va u sizning amaldagi pasport ma'lumotlaringizga bog'langanligini tekshiring. Bankka murojaat qilib, kartangiz va hisobingizda hech qanday muammo yo'qligiga ishonch hosil qiling. Agar kartangiz uzoq vaqt ishlatilmagan bo'lsa, u bloklangan bo'lishi mumkin. 4-qadam. Agar sizga xabarnoma kelsa, vahimaga tushmang. Pensiya jamg'armasidan yoki boshqa vakolatli organdan bir xabarnoma, xat yoki SMS kelsa, uni diqqat bilan o'qing. Hech qanday shubhali saytlarga kirmang. Telefoningizga noma'lum ilovalar yuklamang. Barcha talablarni o'rganib chiqing. Xabarnomada ko'rsatilgan sanalarga e'tibor bering va imkon qadar tezroq talab qilingan ma'lumotlarni yoki hujjatlarni taqdim etishga harakat qiling. Taqdim etgan har bir hujjatning nusxasini va qabul qilinganligi haqidagi tilxatni yoki murojaat raqamini saqlab qo'ying. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni hal qilishda juda muhim. 5-qadam. Agar siz chet elda bo'lsangiz, agar siz doimiy ravishda chet elda yashayotgan bo'lsangiz va O'zbekistondan pensiya olayotgan bo'lsangiz, yashash joyingizdagi O'zbekiston elchixonasiga yoki konsulligiga murojaat qiling. Ular sizga kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishda va pensiya jamg'armasi bilan aloqa o'rnatishda yordam berishi mumkin. Agar siz vaqtincha chet elda bo'lsangiz, o'zingizning ishonchli vakilingizga notariat tasdiqlangan ishonchnoma berishingiz mumkin. Shunda u sizning nomingizdan pensiya jamg'armasida barcha zarur choralarni ko'rishi mumkin. 6-qadam. Agar pensiya allaqachon to'xtatilgan bo'lsa, hech qanday holatda vahimaga tushmang va ruhiy tushkunlikka berilmang. Darhol pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Aynan pensiyangizning nima sababdan to'xtatilganini aniq bilib oling. Barcha kerakli hujjatlarni tayyorlab taqdim eting. Agar siz pensiya jamg'armasining qaroriga rozi bo'lmasangiz, ular sizga yozma tushuntirish berishlarini talab qiling. Bu yozma tushuntirish keyinchalik shikoyat qilish jarayonida asos bo'lib xizmat qiladi. Siz yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga yoki sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Advokatdan yordam olish ham foydali bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, pensiyalarni ommaviy to'xtatish haqidagi xabarlar to'liq to'g'ri emas. Bu umumiy pensiya to'lovlarining bekor qilinishini anglatmaydi. Bu aksincha shaxsiy ma'lumotlardagi kamchiliklar, qoidalarga rioya qilmaslik yoki ma'lumotlarni o'z vaqtida yangilamaslik bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan individual holatlardir. Yangi raqamli tizim aynan shunday nomuvofiqliklarni aniqlashga qaratilgan. Ammo shuni unutmangki, har bir fuqaro o'zining pensiya ta'minoti uchun mas'uliyatli bo'lishi va ma'lumotlarni doimiy ravishda dolzarb holda saqlashi juda muhim. Ogoh bo'lish, o'z ma'lumotlaringizni tekshirish va zarur hollarda tegishli choralarni ko'rish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi va mavjud xavotirlarga oydinlik kiritishga yordam berdi. O'z fikrlaringizni va boshdan kechirgan vaziyatlaringizni izohlarda yozing. Bu biz uchun va boshqa tomoshabinlar uchun juda muhim. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga ko'proq odamlarga muhim ma'lumotlarni yetkazishga yordam beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.